Burada yo'qlab kela oling. Kiring, ichkari kiravering. Kiring. Baraka topsin. Shu yigitlarni qo'lida ko'ramiz. O'zi bilmadi, ha? 4-etajga chiqishdi. Sizlarga ham rahmat yigitlar. Komandirlaringizga minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahri. Assalomu alaykum. Sizlarsiz, charchamayapsizmi? Bolajonlar yaxshimi? Ayollarsizmi? Salom qilaysiz. Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari, bizni kuzatuvchi hamkasblarimiz. Mana biz bugun 16-mart 2025-yil, xudo xolasa, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahridamiz. Shu hamkasbimiz Milliy gvardiya saflari bilan nafaqaga chiqqan do'stimiz, nafaqaga chiqib olamdan o'tgan Azizbek Ahmedovning oilasidamiz. Mana bu ulug' Ramazon ayyomlari kunlarida saxovatpesha akalarimiz tomonidan yo'naltirilgan ehsonlar hamda mana Milliy gvardiyaning yigit qizlari baraka topsinlar xizmatlardan ortib mana bozorliklar ham qilib olib kelib beryaptilar shularga. Chunki xotira abadiy azizlarim. Shu yigitni yo'qlab, shu ulug' ayyomlarda ruhini shod etib, bolajonlarni xursand qilish bu juda bir go'zal an'ana tusiga aylangan. Shu butun tizim ichida shu munosabat bilan kelib bir yo'qlab shu bolajonlariga o'quv qurollari amakisi borlar. Oybek amakisi o'quv qurollari bilan mana o'quv qizchalarini xursand qildilar. Inshaalloh mana shu Toshkent shahar non bo'linmasi komandiri Nodirjon hamda Baxtiyor akamiz borlar. Mana kelin bir oyga yetadi sizlarga nasib bo'lsa. To shu Ramazon tugagancha shu bolajonlar bilan mazza qilib, bu yerda bozorlik bor. Hamma narsa bor ichida. Shu ehson qilgan insonlarga nima qilib qo'yasiz, to'g'ri. Mana berib qo'ying. Mana buning ichiga 1 million so'm pul bor. 1 million so'm sizlarga mana shu o'zlar ayyomlarga, kamchiliklaringizga ishlatasizlar. Nasib bo'lsa yana xabar olamiz. Sizlardan ming bora uzr so'raymiz birinchi. Sababi ko'p kuttirdik sizlarni. Endi 2 yil bo'ldi. 2 yil mana shu uylarni azizlarim, mana shu Farg'ona viloyati Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari bilan birgalikda shu nafaqadagi do'stlarimiz bilan shu uylarni ta'mirlab berganmiz. 2 yil bo'ldi, kelin. 2 yil bo'ldi. Xudo xolasa yana e'tibor qaratamiz. Shu ishchilarni hammalarini umrlar uzoq bo'lsin. Shu bizga bergan mingni bersin Alloh. Bizni yo'qlab shunchalik kelibsizlar, Alloh sizlarni yo'qlasin. Amin. Hamma dunyoda payg'ambarimizga qo'shni bo'lsin. Bizni yetim bolalarni yo'qlaganlar. Mendan rozi. Yig'lamang, duo qiling. Dadasi bo'lganda ularga qanchalik e'tibor berdi. Dadasi yo'q kunlarini bilmadi, rahmat. Bunday so'z bo'lsa ham mana. Buni endi olsa hammasini bo'linglar, ilohim. Voy meni bolalarim sizlarga o'xshab. Ehsonlaydigan farzandlar bo'lsa, alhamdulillah. Ehsonlaring uchun rozi bo'lasizlarki hammalarni. Sog' bo'ling deydi. Ilohim. Ayollarga umri uzoq bo'lsin. Shunchalik bizni o'ylab, Alloh ularni o'ylab qo'ysin. Bizga birni berasizlar, Alloh sizlarga mingni bersin. Rahmat, sog' bo'linglar. Yana kelamiz xudo xolasa. Qo'limizdan kelgancha hali e'tibor qaratamiz. Masofa uzoq bo'lsa ham ko'nglimiz yaqin. Biz bolajonlarimizni o'zimiz farzandimizday qo'llab-quvvatlaymiz. Nasib bo'lsa mana akalari bor. Yolg'izlatib qo'ymaylar, xudo xolasa. Bu videoga olishimiz sababi bir ibrat namunasi sifatida. To'g'ri tushunasiz. Mana shu yerda shunaqa insonlar bor degan maqsadda bir ko'rsatib berish.
hamda mana shu ehsonlarni manziliga yetkazganimizni bir ko'rsatib berishdi. Shuning uchun biza ham sizlarni xijolat qilib videoga olganimiz uchun uzr so'raymiz. Sog' bo'lsalaringiz bo'linglar, xudo xolasa. Qo'limizdan kelgancha yordamimizni ayamaymiz, kelin. Rahmat, sog' bo'linglar. Shuncha yomon